Assalomu alaykum hammaga. Tarot bashoratlarini boshlaymiz. Tog' echkisi, kozeroglarimiz. Hammaga bahoriy kayfiyat a'lo darajada bo'lsin deb niyat qilamiz. Ro'za oylar muborak. Birinchi kartamiz. Peterka jezlov. Sizni fikringizga qarshi chiquvchilar, sizni fikringizni ma'qullamaydiganlar, sizni taktikangizni, sizni ozroq behurmat qiladigan insonlar atrofingizda paydo bo'lishi mumkin. Siz o'zingizni pozitsiyangizni himoya qilishga harakat qilasiz. Bu oyda o'zingizni haqligingizni, o'zingizni har bitta qilayotgan ishlaringizni haqligini isbotlashga harakat qilasiz. Lekin qanchalik to'g'ri bo'lmang, sizni fikringizni, qilayotgan ishlaringizni ma'qullamaydiganlar baribir qabul qilishmaydi. Xo'p, Korol kubkov. Lekin sizni yoningizda turuvchi, sizni qo'llab-quvvatlovchi insoningiz bo'ladi. Sizni og'ir vaziyatlardan chiqarib ketuvchi va faqat oldinga harakat qilishingizga yordam beruvchi insonlar paydo bo'ladi yoningizda. Xo'p, boshqa kartalarimizdan ko'ramiz. Qanaqa voqealar ro'y berishi mumkin? Nimalar ro'y beradi? Oy boshida, oy o'rtasi. Ishingizga ko'proq berilasiz, pul energiyasiga, yaxshi pul daromad ko'rishga. Mart oyi sizlarga juda ham barakali bo'ladi aslida. Faqat bor diqqatingizni ishingizga, tvorческий potensialga, ya'ni o'zingizni mehnatingizga qaratishga harakat qiling, sabrli bo'lishga harakat qiling, aqlli bo'lishga, aql bilan yondashishga, atrofingizda bo'layotgan voqealardan xafa bo'lmaslikka. Bu oyda sizga qanaqa sinovlar kelayotgan bo'lsa, sizni ruhan o'zgartiradi, ruhan transformatsiya berishi mumkin. Oy o'rtasida nimalar bo'lishi mumkin? Yaxshi rejalar, yaxshi imkoniyatlar, faqat oldinga qarab harakat qilishingiz. Ko'ra olmaydiganlar ham atrofingizda juda ham ko'p bo'ladi. Oy yakunida hech kimga pul bermaslikka, finansiy yordam bermaslikka harakat qiling. Lekin pul bilan bog'liq muammoli holatlaringiz bu oyda yakun topadi. Psixologik holatingizni ko'ramiz. Psixologik holatingiz, ruhiy holatingiz qanaqa bo'ladi? Семерка kubkov. Ko'p orzularda, ko'p maqsadlarda, rejalarda bo'lasiz. Orzularingizni ko'proq o'ylaysiz. Yaxshi imkoniyatlar kelishi sizni hayotingizga. Pravishi господин, siz o'zingizni taqdiringizni, hayotingizni o'z qo'lingizga ola olasiz. Ya'ni yana ham irodali, kuchli psixologik holatingiz juda ham kuchli bo'ladi bu oyda. Va kimnidir qalban yaxshi ko'rib qolasiz. Qalban bog'lanib qolasiz. Bu inson sizni taqdiringizni, kelajagingizni siz bilan bog'lab ketishi mumkin. Lekin bu insonni har bitta xatti-harakatini siz to'g'ri qabul qilishingiz kerak. Uni tanlovini ham to'g'ri qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Orakulda ko'ramiz, nimalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Karta maslahatiga nimalar qilishimiz kerak, qanaqa o'zimizni tutishimiz kerak mart oyida. O'zimizni prostranstvamizni, energiyamizni tozalashimiz kerak. Keraksiz insonlardan, keraksiz narsalardan qutulishimizga. Chistka ko'proq bo'tda tozalanish. Ro'za oyi o'zi tozalanish oyi hisoblanadi-da.
va yaxshi tozalanganingiz sizda yo'lingiz ochiqligini berishi mumkin. Faqat oldinga qarab harakat qilasiz, sizda yo'llaringiz ochiladi, ko'p imkoniyatlar keladi. Kimdir esa muammolardan qutuladi bu chistkadan keyin. Yomon insonlardan qutulasiz, sizda energiyangizni o'g'irlovchi insonlardan qutulasiz. No, в основном asosiy mart oyida siz ko'p muammolaringizdan qutulishingiz mumkin. Qutulishingiz ko'rsatilyapti kartalarimizda. Shifoli ochirim bo'lsin. Tog' echkisi kozeroglarimizga sog' bo'linglar, omon bo'linglar.